Baklashka qopqog'ini bitta urinishda teshib qo'yish mumkin, bitta barmoq yordamida. Buni men hozir sizga o'rgataman. Chunki 100 ta fokus o'rgatish challenjiga start berganman va bu 18-video bo'ladi. Keyingi fokuslar nimalar bilan bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring va aytgancha siz profilda yangisiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Keyingi fokus bundan ham qiziq bo'ladi. Bu fokus uchun albatta ikkita qopqoq kerak bo'ladi. Chunki bittasini tepaga yotganimizda bunisini ko'rsatamiz. Ya'ni buni yashirib turamiz. Kaftimiz ichiga va buni ko'rsatib, tepaga yotganimizda buni ushlab olamiz. Agar qattiq ushlaydigan bo'lsanglar, ovozi ham birga bir chiqadi. Va fokusga like bosib qo'ying. Fokus o'rganib endi shunchaki qochib ketish yo'q. Bitta like va kommentariy yozib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ying. Aytib o'tganimdek 100 ta fokus o'rgatish challenjiga start berganman. Bu 17 yoki 18-video bo'ldi. Yana oldimda 80 tadan ko'p fokuslar bor. O'rganing va birgalikda o'samiz. Ketdik.